May oyida O'zbekistonda Xotira va qadrlash kuni va Qurbon hayiti munosabati bilan qo'shimcha dam olish kunlari bo'ladi. Hayit munosabati bilan esa ketma-ket 5 kun dam olinishi mumkin. Prezident farmonida joriy yilgi 9-may shanba dam olish kuniga to'g'ri kelgani sababli bu dam olish kuni 11-may dushanba kuniga ko'chirilishi belgilangan. Shu munosabat bilan 9-11-may kunlari dam olinadi. Ya'ni 9 va 10-may odatiy dam olish kunlari. 11-may esa Xotira va qadrlash kuni munosabati bilan ko'chirilgan qo'shimcha dam olish kuni hisoblanadi. Shu tariqa haftasiga 5 kun ishlaydigan xodimlar ketma-ket 3 kun, haftasiga 6 kun ishlaydiganlar esa 2 kun dam oladi. Shuningdek, farmonda ish haftasining turidan qat'iy nazar barcha xodimlar uchun 28-may payshanba, 29-may juma, 6 kunlik ish haftasida ishlaydigan xodimlar uchun esa 30-may shanba qo'shimcha dam olish kunlari etib belgilangan. Agar Qurbon hayiti 27-mayga to'g'ri kelsa, yakshanba ham dam olish kuni ekani hisobga olinsa, o'zbekistonliklar ketma-ket 5 kun dam olishi mumkin.